Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bizdan kuzatib borayotganlar yana bir xonadonimizga ajoyib ishkor javon joylar qildik. Xo'sh, bunimiz razmeriga keladigan bo'lsak 320 ga 275 balandlikda tayyorlandi. Xo'sh, bu tomonimizga kiyimlar ilish uchun, saklash uchun joylar qildik. Beshikkalar ostki qismiga javon qilganmiz. Bemalol narsalarni qo'ysa bo'ladi. O'rta qismiga ham xuddi shunday o'rtali qismi bu narsalar qo'yish uchun hamda ostki qismiga ham xuddi shunday javon bor. Bu yonida ko'rpa taklash uchun keng katta joy qilingan. Bemalol ko'rpalar taklab qo'ysa bo'ladi. Xo'sh, bunimizning materiallari keladigan bo'lsa, rossiyskiy laminatlardan tayyorlangan, sifatlari juda ham zo'r. Oshiq-moshiqlari, to'g'ri kromkalari eng yaxshilardan foydalanganmiz. O'zlari nasosli sekin yopiladiganlardan. Kimgadir shunaqa chiroylilardan kerak bo'lsa, bemalol bizga qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bilan bosib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat.